Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar, studentlar. Bugun 2025-yil 14-mart kuni biza Buxoroga keldik. Buxoro Innovatsiyalar universitetiga tashrif buyurdik. Bu universitetdagi yo'nalishlar, kontrakt narxlari va qaysi sohalarda ishlash mumkinligi to'g'risida ma'lumot qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring va videoni abituriyent do'stlaringizga ham jo'natib qo'yishni unutmang. Videomiz yoqsa bitta like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. Bundanda qiziq universitetlar va yo'nalishlar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Biz boshladik. Tarix yo'nalishi bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Bizni Buxoro Innovatsiyalar universitetimizda tarix, mamlakatlar va mintaqalar yo'nalishlari bo'yicha ta'lim yo'nalishimiz mavjud. Ta'lim yo'nalishida tahsil oluvchilar uchun kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllari mavjud. Demak, kunduzgi ta'limda tahsil oluvchi talabalarimiz uchun kontrakt summasi 15 millionni, sirtqi ta'lim shaklida ta'lim oluvchi talabalarimiz uchun esa kontrakt summamiz 10 millionni tashkil etadi. O'zi siz ham chiroyli ibora bilan boshladingiz. Haqiqatan ham tarixiy xotirasiz kelajak yo'q degan ibora bilan hozirgi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy islohotlarning ham bosh maqsadi aynan shu yangi tarixga qaratilgan. Bizni universitetimizda ham mana shu tarix ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarimiz anchagina tashabbuskor va o'z yo'nalishlarida juda bir katta tashabbuslar bilan tanlovlarda ishtirok etib kelishyapti. Endi tarix ta'limi yo'nalishini yoki bitirgan talabalar qanaqa sohalarda faoliyat olib boradi degan savol hozirgi kunlarda yoshlarda qiziqish uyg'otadi. Shuni biz alohida aytib o'tmoqchimiz. Tarix ta'lim yo'nalishini tugatgan yoshlar birinchi navbatda umum ta'lim maktablarida tarix fan o'qituvchisi bo'lib ishlab biladi. Endi bizning yo'nalishimiz bo'yicha biz O'zbekiston tarixi, jahon tarixi fanlaridan dars bera oladi. Undan tashqari ichki ishlar xodimi sifatida faoliyat olib borishlari, yana davlat xavfsizlik xizmatida yoki bo'lmasa agar Milliy gvardiya tizimida ham faoliyat olib borib bilishadi. Bundan tashqari barcha shu ijtimoiy sohani o'z ichiga olgan yo'nalishlar bo'yicha o'z faoliyatlarini olib borishlari mumkin. Zo'r. Agar sizlar ham tarix yo'nalishi bo'yicha savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirsangiz bo'ladi. Bizani kuzatishda davom eting. Hali bundan ham qiziq fakultetlar, yo'nalishlar hali oldinda. Ustoz, sizga katta rahmat. Ta'limda bu eng muhimi bilamizki, bog'cha hisoblanadi. Ya'ni odamzod bilimining 80%ni bog'chada paytida yoshligida oladi. Shuning uchun bog'cha va bog'chadagi kadrlar muhimligi uchun biz hozir aynan Buxoro Innovatsiyalar universitetining maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha ma'lumot olish uchun aynan shu kafedraga, shu yo'nalishga tushdik. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? O'zingiz haqida qisqacha va o'zingiz yo'nalishingiz, maktabgacha ta'lim haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Xo'p, ismim Murodova Saodat Uyg'unovna. Buxoro Innovatsiyalar universiteti maktabgacha ta'lim yo'nalishi o'qituvchisiman. Maktabgacha ta'lim yo'nalishimiz demak ikki xil ta'lim shaklida olib boriladi, kunduzgi hamda sirtqi. Kunduzgi ta'lim yo'nalishimiz demak 3 yil davomida tahsil olishadi va kontrakt to'lovi 15 millionni tashkil etadi. Sirtqi ta'lim yo'nalishi talabalari esa 5 yil ta'lim olishadi va bu uchun kontrakt to'lovini 10 milliondan bir o'quv yili uchun to'lab borishadi. Maktabgacha ta'lim yo'nalishini bitirgan talaba davlat va nodavlat tashkilotlarning demak maktabgacha ta'lim muassasalarida hamda maktab ta'lim muassasalarida, o'rta maxsus ta'lim muassasalarida bemalol pedagoglik faoliyatini amalga oshirishlari mumkin. Bundan tashqari hokimiyat vakolat organlarida hamda fanlar akademiyasida kabinet mudirlik sohalarida ham o'z faoliyatlarini olib borishlari mumkin. Demak, kunduzgi ta'limda o'qisa 3 yil ekan, boshqa yo'nalishdagi o'xshab 4 yil o'qish shartmi? Shunday, maktabgacha ta'lim 3 yil. Ko'pchilik o'rta maxsus, misol uchun hozir sirtqi topshiraman desa, o'rta maxsus bilan ishlayotgan bog'chada mutaxassislar ko'p, faoliyatini yuritayotgan kadrlar ko'p. Sirtqi topshiraman desa, ularga staj shartmi? Bu yo'nalishda staj, ya'ni o'sha ish faoliyati tajribasi talab etiladi, 5 yil bo'lishi kerak. Eng kamida 5 yil ish tajribasiga ega bo'lgan demak xodimlarimiz, o'rta maxsus xodimlarimiz kelib bemalol sirtqi yo'nalishda demak ta'lim olishlari mumkin. Ta'lim olishlari mumkin.
Demak, bog'chada ishlayotgan opalarimiz, singillarimiz sizlar uchun juda ham zo'r imkoniyat, ya'ni ajoyib imkoniyat. Juda ko'pchilikda bilamizki, ish tajribasi bor va istaydiki bakalavr yo'nalishini diplomi bo'lishi. Ya'ni o'rta maxsus diplom bilan baribir ko'p vaqt, uzoq muddat ishlay olmaydi. Hozir shuning uchun shular bemalol murojaat qilishlari mumkin. Pastda hamma kontaktlarni qoldiramiz. Kommentariyada maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha savollaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar. Biza intervyuni davom qildiramiz. Azizlar, biza Buxoro Innovatsiyalar universitetidamiz hali. Hozir biza rus tili yo'nalishi bo'yicha to'liq ma'lumot olish uchun rus tili o'qituvchimiz yoniga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum ustoz. Здравствуйте, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать в университет. Bizani abituriyentlar kuzatadi. Ko'pchilik abituriyentlarning endi savollari bor. Qisqacha o'zingiz haqingizda va o'zingiz yo'nalishingiz haqida ma'lumot bersangiz. Но я учитель русского языка и литературы Рузиева Дильфуза Нурсаидовна. Видите, вот сейчас у нас сидят студенты первого курса факультета русский язык и литература, то есть филологического факультета. Наши студенты обучаются в университете 4 года. Значит, обучение по бакалавру составляет 4 года. Контрактная сумма у нас 16 миллионов. После окончания нашего вуза, то есть нашего университета, Бухарского университета инноваций, они получают диплом и получают, значит, квалификацию учитель русского языка и литературы. Кроме этой профессии, то есть учителя русского языка и литературы, они могут в дальнейшем работать даже переводчиками. Tushunarli. Demak, rus tili yo'nalishi bo'yicha sirtqi ta'lim yo'q. Нет, Ya'ni у нас, sirtqi ta'lim. да, у нас по, значит, направлению русский язык и литература, русской филологии обучение только очное. Научное, да. Mana kontraktlari 16 million so'mdan faqatgina kunduzgi ta'lim yo'nalishlarida o'qishlaringiz mumkin. Agar sizlar ham rus tili yo'nalishida aynan o'qimoqchi bo'lsangizlar, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiringlar va pastda kontaktlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, Buxoro Innovatsiyalar universitetini talabasi bo'lish imkoniyati bor sizlar. Rahmat. Да, я бы хотела сказать, значит, всем тем, кто нас слышит, добро пожаловать в наш Бухарский университет инноваций на факультет русской филологии. Будем ждать. Biz hali ham Buxoro Innovatsiyalar universitetidamiz azizlar. Hozirgi kunda eng aktual sohalardan bittasi bo'lgan transport logistika sohasi hisoblanadi. Aynan shu soha bo'yicha transport logistika yo'nalishi o'qituvchilaridan batafsil ma'lumot olamiz hozir. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshi. O'zingiz haqingizda qisqacha va transport logistikasi yo'nalishi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, men Buxoro Innovatsiyalar universiteti transport logistikasi yo'nalishi o'qituvchisi Ramazonov Ravshanman. Transport logistikasi yo'nalishi bizda Buxoro Innovatsiyalar universitetida ikkita nima bilan mavjud. Ta'lim shakli bilan sirtqi hamda kunduzgi. Kunduzgi ta'lim shaklimiz 4 yil. To'lov summasi 16 million so'm. Sirtqi ta'lim shaklimiz esa 5 yildan iborat. Buni to'lov summasi 10 million so'm. Bizda talabalarimiz qulay laboratoriyalardan hamda qulay sinfxonalardan foydalangan holatda o'qishni tugallagach, juda O'zbekistonning yetuk joylariga ishga kirsa bo'ladi. Bular masalan O'zbekiston temir yo'llari, havo yo'llari hamda yo'l harakati xavfsizlik nimasi bor, ko'cha tilida GAI deydi, GAI bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari bojxona xizmatlariga, ko'p joylarga, logistika markazlariga ishga joylashib, bemalol hozirgi kunda yaxshi oylik nimasini olib, maosh olib ishlashlari mumkin bo'ladi. Zo'r imkoniyat. Bizga ko'pchilik abituriyentlar murojaat qilishadi. Aynan temir yo'l sohasida xususiy universitetlarda yo'nalish yo'qmi degan savollar bilan ko'p chiqishadi bizga. Aynan bu savolga javob Buxoro innovatsiyalarda mana transport logistika yo'nalishida tugatsangiz, temir yo'l sohasida ham, havo yo'llarida ham, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida va bojxona boshqarmasida ham ishlay olasiz. Bemalol kommentariyada o'zingiz fikrlaringizni yozib qoldiring. Biza kontaktlarni qoldiramiz, aloqaga chiqing va aynan shu yo'nalishlarda ta'lim olib, shu sohalarga ishga joylashing. Avval iqtisod, keyin siyosat deganlaridek, hozir Buxoro Innovatsiyalar universitetining iqtisod yo'nalishi bo'yicha to'liq ma'lumot olish uchun iqtisod kafedrasiga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz? Shu yo'nalish bo'yicha bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Buxoro Innovatsiyalar universitetida hozirgi kunda 3 ta iqtisodiy yo'nalishlar mavjud. Bu yo'nalishlar iqtisodiyot, moliyaviy texnologiya, buxgalteriya va audit yo'nalishlari hisoblanadi. Bu yo'nalishda
uchta o'quv shaklida mavjud ta'lim yo'nalishlari mavjud, ya'ni kunduzgi, sirtqi va masofaviy ta'lim shakllari mavjud va o'quvlar tashkil etilgan. Bu avvalambor iqtisodiyot, bu davlat bosh islohotchidan keladigan bo'lsak, davlat iqtisodiyot yo'nalishlaridagi hokimiyat boshqaruvi, banklar faoliyati, moliya, g'azna, statistika, soliq va boshqa yo'nalishlar, tarmoqlar va sohalarda faoliyat olib borishlari mumkin. Buxoro innovatsiyalar universitetida sirtqi va kunduzgi ta'lim shakllari mavjud. Sirtqi ta'lim shakli Buxoro viloyati bo'yicha eng kam kontrakt to'lovi bilan o'qiydigan talabalar 10 million tashkil etadi. Kunduzgi ta'lim shaklida o'qiydigan talabalarimiz 16 million kontrakt to'lovi asosida tahsil oladilar. Bundan tashqari magistratura mutaxassisligimiz mavjud. Iqtisodiyot yo'nalishida bu iqtisodiyot yo'nalishidagi magistratura mutaxassisligimizning kontrakti 18 millionni tashkil qiladi. Bu ham Buxoro viloyatida eng kam arzon kontrakt to'lovlaridan hisoblanadi. Agar siz ham iqtisod yo'nalishiga topshirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi kontaktlarga aloqaga chiqing, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni yozib qoldiring va albatta yana qaysi yo'nalishda sizga qiziq bo'ladi, buni ham yozib qoldiring. Biz albatta u bo'yicha to'liq yoritib boramiz. Ayol qizlarimiz uchun eng kerakli kasblardan hisoblangan psixologiya yo'nalishi hisoblanadi. Psixologiya yo'nalishiga bilamizki, juda ham talab katta, ya'ni har bir tashkilotda psixolog kadrlarga talab bor. Hozir aynan shu bo'yicha Buxoro innovatsiyalar universitetining pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi, psixologiya aynan yo'nalishi bo'yicha o'qituvchisiga to'liq ma'lumot olish uchun murojaat qilamiz. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? O'zingiz haqingizda qisqacha va yo'nalishingiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Men Buxoro innovatsiyalar universiteti psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Sharifa Mahriyo bo'laman. Bizning universitetimizda psixologiya yo'nalishi bo'yicha kunduzgi va sirtqi yo'nalishlar talabalari tahsil olyaptilar. Kunduzgi ta'lim yo'nalishida talabalarimiz demak 4 yil davomida tahsil oladilar, sirtqi ta'lim yo'nalishi bo'yicha esa 5 yil tahsil oladilar. Kunduzgi ta'lim yo'nalishi talabalarimizning kontrakt to'lovlari 15 million tashkil etadi. Demak, sirtqi ta'lim yo'nalishi talabalarining kontrakt to'lovlari esa 10 million so'mni tashkil etadi. Psixologiya yo'nalishi bo'yicha magistratura ham bormi sizlarda? Aynan psixologiya bo'yicha? Aynan psixologiya bo'yicha magistratura yo'nalishi yo'q. Magistratura yo'nalishlarimiz 4 ta yo'nalishdan iborat. Bu bitiruvchilarimiz bizning universitetimizga kelganlardan so'ng umumta'lim maktablarida, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, sud organlarida psixolog lavozimida o'z ish faoliyatlarini olib borishlari mumkin. Psixologiya yo'nalishi bo'yicha o'qimoqchi bo'lganlar uchun mana eshitdingiz, kontrakt narxlari ham ancha hamyonbop, qimmat emas. Bemalol kelib, topshirib o'qishlaringiz mumkin bo'ladi. Agar kimda kim ishlaydigan bo'lsa, sirtqi ta'limda o'qib ham ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kontrakt narxlari sizga agar ma'qul kelsa, pastda kontaktlarimni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Rahmat. Zamonaviy texnologiyalarni bilish nafaqat zamon bilan hamnafas yurish, balki zamondan bir qadam oldinda yurishingizga ham kafolat bo'ladi. Aynan shuning uchun ham hozir Buxoro innovatsiyalar universitetini axborot texnologiyalari kafedrasiga tashrif buyurdik va bu bo'yicha hozir domlalar bilan to'liq ma'lumot olamiz. Bu kafedrada qaysi yo'nalishlar bor? Assalomu alaykum domlalar. O'zingiz haqingizda qisqacha va kafedra haqida, yo'nalishlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p. Men Buxoro innovatsiyalar universiteti axborot texnologiyalari kafedrasining katta o'qituvchisi To'xtayev Sanjar Maqsudovich bo'laman. Men asosan axborot texnologiyalari bo'yicha ham mutaxassislarga, ham nomutaxassislarga dars beraman. Bizning Buxoro innovatsiyalar universitetida axborot texnologiyalariga juda ham keng urg'u berilgan. Misol uchun aytmoqchimanki, bizda 4 ta yo'nalish mavjud. 4 ta yo'nalishda masalan talabalarimiz ham kunduzgi, ham sirtqi yo'nalishda o'qib ta'lim olib diplom olishlari mumkin bo'ladi. Demak, asosan bizda axborot texnologiyalari bo'yicha talabalarimiz bepul kurslarga qatnashib, kompyuterni noldan o'rganib, hattoki sertifikatlar olib, bemalol uyda o'tirib pul ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Kontrakt summalarimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, bizda sirtqi ta'lim yo'nalishida kontrakt summalarimiz 10 million so'm. Bu Buxoro viloyati bo'yicha eng arzon kontrakt narxi hisoblanadi. Kunduzgi ta'lim yo'nalishimizda demak, kontrakt summalari 15 million so'm. Buxoro innovatsiyalar universitetida sun'iy intellekt xonasi mavjud. Sun'iy intellekt xonasi hozirgi kunda bilasizki, eng rivojlanib borayotgan yo'nalish hisoblanadi, soha hisoblanadi. Chunki hamma o'zini yo'nalishi bo'yicha kerakli ma'lumotlarni tezda,
oson egallash uchun sun'iy intellekt bizga kerak bo'ladi. Biz bu bo'yicha laboratoriya xonasi tashkil etganimizda bizda talabalar darsdan keyin yoki umuman kurslarda, bepul kurslarda ishtirok etadi va o'ziga kerak bo'ladigan yo'nalishlari bo'yicha ma'lumotlarni tezda egallaydi. Hattoki biz o'sha ma'ruza darslarimizni ham sun'iy intellekt asosida tayyorlab talabalarga yo'lga qo'yganmiz. Agar sizlar ham sun'iy intellektga, zamonaviy kasblarni o'rganishga qiziqadigan bo'lsangizlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Savollaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar. Pastda kontaktlarni qoldiramiz bularni. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sizlar ham kelinglar, o'rganinglar, ham o'qib, ham ishlash imkoniyati bor ekan. Bu juda ham ajoyib zo'r imkoniyat. Bu imkoniyatdan foydalaninglar. Kontraktlari ham ancha hamyonbop. Menimcha bunaqa kontrakt O'zbekistonda bo'lmasa kerak. Kontraktlari yuqori bo'lmagan universitet, lekin sifat darajasi ancha yuqori. Shunday. Bemalol tashrif buyuringlar, talaba bo'linglar, hoziroq aloqaga chiqinglar.